Tishlarning xususiy anatomiyasi har bir tishimizni demak alohida ko'rib chiqishni boshlaymiz. Birinchisi yuqorgi kurak tishlarimizdan boshlaymiz. Dens incisivalis. Birinchi kurak tishimiz dens incisivalis medialis. Endi har bir tishni o'tayotganimizda qayta takrorlamaslik uchun aytib o'taman. Birinchi ko'rayotganimiz mana bir raqamda berilgan. Birinchi ko'rayotganimiz bu vestibulyar yuzasi, facies vestibularis. Endi bu vestibulyar yuza lunjga qaraganda o'zgarishi mumkin. Masalan, malyar tishlarimizga borganda facies vestibularis emas, facies buccalis, ya'ni lunjga qaragan yuza deb o'zgaradi. Yuqorgi tishlarimizda esa demak bizda facies palatinalis bo'ladi, ya'ni tanglay yuzasi pastki tishlarimizga tushganimizda bu facies lingualisga o'zgaradi. Chunki pastki jag'dagi tishlarda u tilga qaragan bo'ladi. Shunga ko'ra birinchi demak facies vestibularis, vestibulyar yuzasi, facies demak bizada palatinalis, tanglay yuzasi va bu yerda kontakt yuzalari bor. Ya'ni ikkita tishni bir-biriga qaragan yuzasini ko'rishimiz mumkin. Facies contactis, shunda bizlar tishimizni markaziga, ya'ni o'rta qismiga qaragan bo'lsa, markazga qarab qaragan bo'lsa, demak bu bizlarda facies mesialis, distal tomonga, ya'ni tishlarimizni lateral tomoniga qaragan tomoni bo'lsa, demak facies demak distalis deb aytamiz. Bu pastki tarafi demak kesuvchi yuzasini ko'rsatyapti. Demak bu yerda insisivial, ya'ni kesuvchi yuzani ko'rishimiz mumkin. Endi birinchi demak medial kurak tishimizni ko'radigan bo'lsak, dens incisivalis demak medialisda nimalar mavjud ekan? Toji demak corona dens bo'yicha anatomik bo'yinni ko'rishimiz mumkin va keyin ildiz qismini. Endi tojida nimalar mavjud? Tishda birinchi demak yuqorgi medial kurak tishimizni ko'rganimizda demak medial burchagi bor bizlarda. Medial burchak degani agar tishlarimizni oladigan bo'lsak, markazga qaragan qismi medial bo'ladi. Lateral, ya'ni tishlarimizni tugash aql tishi tomonga qaragani demak distal tomon deb aytiladi. Shunga ko'ra demak bizlar ko'rishimiz mumkin, bu yerda medial burchakni ko'rishimiz mumkin va distal burchakni tafovut qilamiz. Medial burchak distal burchakka nisbatan o'tkirroq qirra hosil qiladi, burchak hosil qiladi va bu tish tojining belgisi deb aytiladi o'zi. Ko'rib turganimizdek, demak, ya'ni o'sha medial burchagimiz distalga nisbatan burchak hosil qilyapti. O'sha distal tomonda biroz yumaloqlanyapti, ya'ni aylana hosil qilyapti shakli tojini. Keyingilarini nima ko'ramiz? Bu yerda bolishlar mavjud. Bolishlar degani juda ham demak ko'zga ko'rinar ko'rinmas bo'rt demak tepaliklar bor, shu bo'rtqichalar bor chiqqan. Mana shu narsa demak bizda bolish deyiladi. Ya'ni bizlarda medial bolish, distal bolish va o'rtada joylashgan markaziy bolishni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda eng uzuni bizda markaziy bolish bo'lyapti va bundan tashqari tojning demak markazi, ya'ni ekvatorini bizlar ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan uning o'rtasida. Demak o'sha bolishlarning orasiga e'tibor qilayotgan bo'lsak, bizlarda medial demak chuqurcha va distal chuqurcha ham mavjud bo'ladi. Endi savol tug'iladi, nima uchun kerak bizga buni o'rganish? Keyinchalik amaliyot davomida tishlarimizni demak o'sha plomba qo'yib, ya'ni restavratsiya qilayotgan vaqtida aynan mana shu bolishlarni ham demak e'tiborga olish kerak bo'ladi. Endi yuqorgi birinchi medial demak kurak tishimizni oladigan bo'lsak, nimalar mavjud? Ko'rib turganimizdek kesuvchi qirrasini, ya'ni tepaligini uch tomonni markazida bizlar ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Kanal bor, ya'ni bu birinchi demak medial kurak tishimiz bir ildizli, bir kanalli bo'ladi. Kanali yumaloq shaklga yumaloq bo'ladi shakli va markazda joylashyapti. Ko'rishimiz mumkin. Endi xuddi shu yuqorgi kurak tishimizni ikkinchisini ko'rishimiz mumkin. Bu demak bizlarda bo'lyapti facies demak biz vestibularis, facies palatinalis, mesialis, kontakt yuzalari, demak mesial va distal kontakt yuzalari va bu yerda ko'rishimiz mumkin kesuvchi demak burchagini ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Ikkinchi demak bizlarda ya'ni dens incisivalis, lateralis ham ikkinchi kurak tishimiz ham bir ildizli bo'ladi bizda. Odatda bir kanalli bo'ladi, bir ildizli va bir kanalli. Agar tashqi tomondan tojini shaklini ko'rib chiqadigan bo'lsak, nimalar mavjud bo'lar ekan? Medial burchak bor, demak bu yerda ham
distal burchakni ko'rishimiz mumkin. Medial burchak distal burchakka nisbatan o'tkirroq burchak hosil qilyapti. Va e'tibor qilayotgan bo'lsak, distal demak bizlarda burchagimiz bu yerda yana ham aniqroq ko'ringan birinchi medial kurak tishga nisbatan aylanaligi. Va yana bu yerda nimalarni ko'ramiz? Bolishlar mavjud. Medial bolish, distal bolish va markaziy bolish. Bu yerda ham eng uzuni demak markaziy bolish. Lekin farqi bor. Sababi demak bizlarda facies vestibularis, vestibulyar yuzasida birinchi demak bizlarda ikkinchi kurak tishimizda ko'rishimiz mumkin, faqatgina medial chuqurchani, distal chuqurcha mavjud emas. Demak bizlarda medial tishimizda distal chuqurcha ham mavjud edi. Yuqoridan anatomik bo'yinchani ko'rishimiz mumkin. Keyingi qismi demak bizda ildiz. Ikkinchi kurak tishimizni facies palatinalis, tanglay yuzasi. Nimani ko'ramiz? Bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Birinchisi demak distal bolishni ko'ryapmiz. Medial bolish, medial chuqurcha, demak bu yerda ham qo'shimcha yana markaziy demak bolishni markaziy chuqurchani ko'rishimiz mumkin. Faqat endi farqi bu yerda markaziy bolish bilan demak chuqurchalarning yo'qligi faqatgina juda ham demak o'sha sezilar sezilmas demak bizlarda medial chuqurchani borligini ko'rishimiz mumkin va bu yerda anatomik bo'yicha ham tafovut qilinadi. Endi bu hozir ko'rib chiqqanimizdek demak kontakt yuzalarini ko'rishimiz mumkin. Kontakt yuzasini belbog', anatomik belbog'ni ko'rishimiz mumkin o'sha. Ikkinchisi vestibulyar yuzasi, tanglay yuzasi, o'sha kontakt yuzasi deb ko'ramiz. Endi ikkinchi kurak tishimizni ildizini ko'radigan bo'lsak, toji bilan bir ildizli, bir kanalli bo'ladi demak bizda. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, pastki demak kesuvchi kurak tishimiz. Pastki demak kesuvchi kurak tishlari dens incisivalisni medial va lateralni oladigan bo'lsak, e'tibor qiladigan bo'lsak, pastki tishlarimizni hajmi jihatdan yuqoriga kurak tishlarimizdan demak kichikroq bo'ladi. O'zi pastdagi medial kurak tishi, o'sha kurak tishlarning ichida eng kichik hisoblanadi tishlarimizni. Yuqorida bizlar ko'rgan birinchi medial demak yuqorgi kurak tishimiz esa o'sha ichida eng kattasi hisoblanar edi kurak tishlarni. Va bu yerda ko'radigan bo'lsak, hajmi kichkina, medial va demak ikkita medial va distal burchaklarga e'tibor beradigan bo'lsak, bir xil tekislikda yotibdi burchaklari ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham demak facies vestibularis, facies lingualis, demak og'iz dahliziga qaragan yuzasi, tilga qaragan yuzasi, medial va distal yuzalar yo kontakt yuzasini ko'rishimiz mumkin, bir-biriga qaragan tishlarni va kesuvchi yuzasini ko'ramiz. Endi bu birinchi demak medial kurak tishimizni, pastki kurak tishimizni pastki jag'dagi ko'radigan bo'lsak, nimalar mavjud ekan? Demak, distal burchakni ko'ramiz, medial burchak, ikkita burchakni ham boya aytib o'tganimizdek bir xil tekislikda yotibdi, ya'ni burchak hosil qilyapti. Kesuvchi demak bizlarda tepakni hosil qilyapti. Pastki tomonni ikkita yon tomondan ko'radigan bo'lsak, demak bizda distal bolish, medial bolish va markaziy bolishni ko'ramiz. Lekin bu yerda markaziy bolishga nisbatan distal va medial bolishlar uzunroq bo'ladi va markaziy va distal bolishning o'rtasida biz ko'rishimiz mumkin demak medial chuqurcha va distal chuqurchani. Bundan tashqari markazda ekvator tishining demak markazini ko'rishimiz mumkin va undan biroz pastroqda ildiz bilan demak tutashib turgan joyda anatomik bo'yinchani ko'ramiz. Ichki tarafdan ko'rinishi. Agar ichki tarafga e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi demak medial kurak tishimizda biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa demak medial bolish bor, distal bolish bor va markaziy bolish bor, lekin bu yerda demak chuqurchalar mavjud emas. Bizlar o'sha boya ko'rgan distal va medial chuqurchalarimiz o'zi mavjud emas. Bu xuddi shu narsani biz e'tibor qiladigan bo'lsak, qolgan tishlarimizni ham demak vestibulyar yo tilga qaragan yuzasida sezishimiz mumkin, chunki pastki jag'imizda til joylashganligi uchun tilga moslash, tilni joylashiga demak moslashgan bo'lar ekan. Kontakt yuzasi, kurak tishimizni hozir ko'rganimizdek demak biz oladigan bo'lsak, vestibulyar yuzasi, facies vestibularis, facies lingualis, facies contactis va anatomik bo'yincha. Xuddi shuni demak bizlar ikkinchi tarafdan distal tomondan ham ko'rinishni sizlarga berib beryapti. Endi nimani ko'rishimiz mumkin bu yerda? Pastki birinchi demak kurak tishimiz bir ildizli va bir kanalli bo'ladi. Yumaloq shakl ko'rib turibmiz. Demak, kanalning shakli yumaloq shaklga ega va xuddi mana shu ko'rinishda bo'ladi. O'sha yerda davolayotganda rentgenogrammada ko'rinishi. Ikkinchi demak bizlarda bo'lyapti
pastki kurak tishimiz bu dens incisivalis lateralis. Pastki jag'imizdagi facies demak vestibularis, facies lingualis demak bu og'iz dahliziga qaragan yuzasi, tilga qaragan yuzasi va medial va distal kontakt yuzalari va bu yerda kesuvchi yuzasini ham ko'rishimiz mumkin. Agar takrorlanadi, demak keyingi slaydda biz ko'rishimiz mumkin. Pastki ikkinchi lateral demak kurak tishimizda ham xuddi shu narsa takrorlanyapti. Medial burchak, distal burchagi va shunga xuddi shu soha yo'nalishda demak bizlarda medial bolish, distal bolish va markaziy bolish bor va medial chuqurcha va distal chuqurchalarni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari tishning markazidagi demak ekvatori va tishning demak o'sha anatomik bo'yinchasini ko'rishimiz mumkin. Distal demak bizlarda bo'lyapti lateral kurak tishimiz, pastki lateral kurak tishimiz dens incisivalis lateralis, facies lingualis ya'ni tilga qaragan yuzasi. Bunda ham shu narsani demak takrorlanganini ko'ramiz. Distal burchakni ko'ramiz, medial burchakni, distal bolish, medial bolish va bu yerda biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan o'sha medial bolish va bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'lgan demak o'sha markaziy bolishni ko'ramiz. Bu yerda ham demak xuddi shu birinchi pastki kurak tishniki singari demak chuqurchalar yo'q, bizlar ko'rmaymiz va pastki tomonda anatomik bo'yinchani ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi kontakt yuzalari bittasi takrorlanadi. Facies vestibularis, facies lingualis va bo'yinchani ko'ramiz, anatomik bo'yincha. Endi birinchi pastdagi o'sha ikkinchi kurak tishimizda ham biz ko'rishimiz mumkin. Ildizi bitta bo'ladi demak va kanali ham bittalik bo'lar ekan. Endi hozir bizlar o'rganib chiqqanimiz bu yerda ko'rishimiz mumkin. Dens incisivalis mediali, dens incisivalis laterali, demak bizlarda medial va lateral yuqorgi kurak tishlarimiz, dens incisivalis demak medial, dens incisivalis laterali pastki medial va lateral kurak tishlarni ko'rib turibmiz. Yuqorgi kurak tishlarimizni toji demak bu yerda eng kattasi hisoblanyapti. O'sha birinchi kurak tishlarda eng kichigi ham demak pastki kurak tishlarimizdagi toj hisoblanyapti. Endi keyingi tishimiz demak dens canina hisoblanadi. Bu bizlarda yuqorgi jag'imizda 2 dona, umumiy 4 dona ko'rishimiz mumkin. Qoziq tishlarimiz dens canina. Agar dens incisivalis ovqatni uzib olishga moslashgan bo'lsa, demak o'sha kesishga va uzib olishga moslashgan bo'lsa, demak bizlarda dens canina ham oziqni uzib olishga demak yordam beradi ekan. Endi facies vestibularis e'tibor qiladigan bo'lsak, demak facies vestibularis, vestibular yuzasi, facies palatinalis, tanglay yuzasi, demak bizlarda kontakt yuzalari bor, medial va distal yuzalari va kesuvchi demak do'mboqni ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan ko'zpesni. Endi yana nima bor bu yerda? Agar qoziq tishga e'tibor beradigan bo'lsak, dens canina yuqorgi qoziq tishimiz, bu yerda ildizi tojidan bir necha barobar uzunroqligini ko'rishimiz mumkin. Odatda bir ildizli va bir kanalli bo'ladi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, pastki demak qoziq tishlarimiz dens canina. Dens canina bunda ham bizlarda facies vestibularis, facies lingualis. Bu yerda endi biroz o'zgaradi. Yuqorgi jag'da demak og'iz dahliz, og'izning xususiy bo'shlig'iga qaragan yuzasi tanglay yuza desa, endi pastki jag'larimizda demak og'izning xususiy bo'shlig'iga qaragan yuzasi bu bizlarda lingual ya'ni tilga qaragan yuza deb aytiladi. Shunga ko'ra demak og'iz dahlizi yuzasi, til yuzasi, kontakt yuzalari medial, distal yuzasi va o'sha kesuvchi o'rtada bitta joylashgan do'mboqni ko'rishimiz mumkin. Endi agar tojiga e'tibor beradigan bo'lsak, farqlanyapti, ya'ni kurak tishlarimizdan farqlari mavjud. Agar biz buni qoziq tishimizga e'tibor bersak, qarang, bizda o'z umumiy olganda medial, bunda ham xuddi shunday medial burchak va distal burchak. Endi medial va distal burchaklar biroz demak lateral tomonga o'tganini, ya'ni olganini ko'ramiz va uning o'rniga bizlarda kesuvchi qirra burchakni o'rniga yuqorgi tomonda demak kesuvchi do'mboq hosil bo'ladi. Demak bitta kesuvchi do'mboqni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari medial bolish,
distal bog'lish va markaziy bog'lishni ko'ramiz. Demak, bizlarda medial bog'lish bu yerda eng uzuni demak markaziy bog'lish hisoblanyapti va bu yerda demak medial chuqurcha va distal chuqurchasi mavjud bo'ladi. Yana demak tish ildizi bilan tojini o'rtasida bizda demak anatomik bo'yinchani ko'rishimiz mumkin. Xuddi shuni demak ichki tarafdan ko'rinishi, demak facies lingualis tomonidan ko'rinishi nimalarni ko'ramiz ekan? Bu yerda ko'radiganimiz distal demak burchak, medial burchak, distal bog'lish, medial bog'lish va bu yerda ham xuddi shunday takrorlanadi. Demak markaziy bog'lish eng uzuni bu yerda ham. Endi yana nimani ko'rishimiz mumkin? Bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa demak medial chuqurchani ko'ramiz. Demak xuddi shu distal chuqurchani va medial chuqurchalarni ko'rishimiz mumkin ekan va shu bilan birgalikda tishni demak yuqorgi burchak kesuvchi do'mboqni ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi qoziq tishlarimizni ko'rib chiqdik va premalyar tishlarimizni demak hozir ko'ramiz. Qoziq tishini ko'rdik, yuqorgi va pastki dens kaninan. Endi yuqorgi va pastki jag'dagi demak kichik oziq tishlarini ko'rib chiqar ekanmiz. Birinchi va ikkinchi, pastdagi birinchi va ikkinchi demak kichik oziq tishlarni ko'ramiz. Birinchisi yuqorgi demak kichik oziq tishlari dens premolaris demak bo'ladi. Bu yuqorgi dens premolaris faqat yuqorgi birinchisi bo'lyapti, yuqorgi birinchisi. Birinchi tishda demak premolyar tishimizda ikkita ildizli, ikkita kanalli, ba'zida kanali yuqorida bitta bo'lib qo'shilib ketib, tepada ikkitaga ajralishi mumkin va o'zi bitta o'sha demak premolyar, ya'ni kichik oziq tishlarimizni ichida bitta shu tishimizda ildiz ikkitalik bo'ladi, eslab qolamiz. Endi buni pastroq o'tadigan bo'lsak, tojini ko'rishimiz mumkin, ildizini ko'rishimiz mumkin, ya'ni facies vestibularis, facies palatinalis va bu yerda asosiy farq va e'tibor berilish kerak bo'lgan narsa nima? Agar bizlar qoziq tishlarimizda bitta kesuvchi, demak, do'mboqni ko'rgan bo'lsak, xuddi shu do'mboq bu yerda ikkitaga aylanadi. Ya'ni bizda bo'lyapti vestibulyar yuzada bir do'mboq bo'ladi va tanglayga qaragan, ya'ni palatinal yuzada bir do'mboq bo'ladi. Xuddi o'sha narsani mana shu yerda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni vestibulyarda va bizlarda bo'lyapti vestibulyar va tanglayga qaragan yuzasida ikkita do'mboqni ko'ryapmiz. O'ziga xosligi nimadan iborat? Vestibulyar do'mboq har doim tanglayga qaragan do'mboqdan biroz yirikroq, ya'ni kattaroq joylashgan bo'ladi. Vestibulyar biroz kichikroq demak joylashgan ekan. Endi umumiy ko'rinishda nimani ko'ramiz? Bunda ham xuddi shunday medial burchak, distal burchak, medial bog'lish, distal bog'lish, bizda bo'lyapti medial chuqurcha, distal chuqurcha va bu yerda ham xuddi shunday medial demak bog'lish eng uzuni hisoblanyapti va o'sha toji bilan ildizini demak markazida biz ko'rishimiz mumkin anatomik demak bo'yincha. Endi biz birinchi ko'rganimiz demak o'sha og'iz dahliziga qaragan yuzasi edi. Endi bu tanglayga qaragan yuzasi. Tanglayga qaragan yuzasi ham qolgan narsalarni hammasi takrorlanadi. Distal burchak, medial burchak, distal, medial va markaziy bog'lish va uni bo'yinchasi. Farqi nimada? Farqi boya aytgan narsamiz takrorlanyapti. Ya'ni bizlarda vestibulyar demak do'mboq distal do'mboqdan yirikroq bo'ladi. Buni funksiyasi boshqacharoq, demak premolyar tishlarimizda demak asosiy vazifalardan bittasi demak ozuqani chaynashga demak bizda yordam berar ekan. Endi yuza chaynov, ya'ni okklyuzion. Endi bunda okklyuzion yuzasi asosiy ahamiyatga ega. Chaynov yuzasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, nimalarni hozir ko'rgan narsamiz demak vestibulyar do'mbog'ini ko'ramiz. Ikkinchisi demak bizlarda bo'lyapti tanglayga qaragan do'mbog'i va qo'shimcha demak medial do'mboqni ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan chaynov yuzasida. Endi yuqorgi jag'dagi hozir ko'rgan narsamiz demak yuqorgi jag'imizdagi demak kontakt yuzalarini ko'ryapmiz birinchi premolyar tishimizda. Endi ikkinchi demak yuqorgi premolyar tishimiz. Ikkinchi yuqorgi premolyar tishimizniki bu ham xuddi shu narsa takrorlanadi, faqat ildizi bitta. Vestibulyar yuzasi demak palatinal yuzasi, tanglayga qaragan yuzasi. Demak bu yerda ham ikkita do'mboq bo'lar ekan. Demak vestibulga, og'izning dahliziga qaragan va og'izning dahlizi va tanglayga qaragan. Keyin bu yerda kontakt yuzalarini demak
ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi, demak, premoliar tishimizda nimalar bor? Xuddi o'sha narsa takrorlanyapti bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Distal burchak, medial burchak. Endi burchaklarni og'ishi biroz o'zgaryapti. Lateral tomondan pastroq, okklyuzion yuzaga yaqinroq joylashyapti va bu yerda bir ish ko'rishimiz mumkin. Medial bog'ish, distal bog'ish va markaziy bog'ishni ko'ramiz. Markaziy bog'ish bu yerda ham uzunroq va bu yerda demak medial bog'ish bilan markaziy bog'ishning o'rtasida medial chuqurcha bor, lekin demak bizda distal burchak, distal bog'ish tomonda bizlar ko'rishimiz mumkin. Distamedial demak bizlar ko'rishimiz mumkin bo'lyapti. Distamedial burchak bilan xuddi shunday distalateral va distamedial demak chuqurchalarni ko'rishimiz mumkin va undan tashqari qo'shimcha distal demak bog'ish ham mavjud bo'lar ekan. Aynan mana shu yerda hosil bo'lgan qo'shimcha do'mboqni hisobiga, boya biz ko'rgan, demak qo'shimcha do'mboqning hisobiga. Endi tanglay demak bizlarda yuzasini ko'ramiz. Bu yerda ham medial demak bog'ish, distal bog'ish bo'lyapti va o'rtada medial eng uzun bog'ishni ko'rishimiz mumkin. Bu kesuvchi do'mbog'i va belbog'ni ko'rar ekanmiz. Bunda ham xuddi shunday. Demak bizlarda tanglayga qaragan do'mbog'i vestibulga qaragan do'mbog'idan biroz kichkinaroq bo'ladi. Hajm jihatdan o'sha biroz kichikroq joylashgan bo'ladi. Ikkinchi premoliar tishimizda demak do'mbog'ini ko'radigan bo'lsak, bu yerda ya'ni o'sha vestibulyar va qo'shimchasiga vestibulyar va demak bizlarda bo'lyapti tanglay do'mbog'idan tashqari yana qo'shimcha medial va distal qo'shimcha do'mboqlarni demak mavjudligini ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi kontakt yuzalarni ko'rishimiz mumkin. Medial kontakt yuzasi va distal kontakt yuzalarida ham xuddi shunisi takrorlanadi. Har bitta yuzasi, ya'ni vestibulyar burchi demak biz hozir ko'rib chiqqan bog'ishlarimiz xuddi shu boyagi ko'rinishda takrorlanadi. Ya'ni vestibulyar tomondan va distal tomondan ko'rilgan bog'ishlar va undan tashqari demak qo'shimcha do'mboqni ko'rishimiz mumkin. Va bu qo'shimcha do'mboqni demak chuqurchalari berilgan. Endi birinchi pastki demak premoliar tishimiz. Birinchi pastki premoliar tishimiz hajm jihatdan kichkinaroq, vestibulyar yuzasi, lingual tilga qaragan yuzasi, chaynov yuzasi, okklyuzion yuzasi bu yerda o'zgaryapti. Okklyuzion yuzasi ko'rinishi va bizlarda medial va distal demak kontakt yuzalarni ko'rishimiz mumkin. Demak, birinchi hozirgi premoliar tishimizni, pastki tishimizni demak yuzasida nimalar mavjudligini ko'rib chiqamiz. Distal burchak, distal bog'ish, medial bog'ish, demak bizlar bizlarda distal burchak, distal bog'ish, medial burchak va medial bog'ishni ko'ramiz va o'rtada markaziy bog'ish bor. Bu yerda ham markaziy bog'ish eng uzuni va bu yerda ham distal chuqurchani ko'rishimiz mumkin va markaziy chuqurcha markazda joylashgan. Demak bizlarda o'sha kesuvchi do'mboqni ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Bundan tashqari qo'shimcha distal do'mbog'i ham mavjud. Demak bu tishimizda ham qo'shimcha distal do'mboqcha mavjud ekan. Ichkarigi tarafdan demak o'sha lingual tilga qaragan yuzasi, birinchi premoliar tishimizda tilga qaragan yuzasida ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsalar. Xuddi o'sha ko'rgan do'mboqlarimiz takrorlanadi, faqat bu yerda qo'shimchasiga bizlar ko'rishimiz mumkin lingual demak do'mboq sohasida o'sha tilga qaragan sohasida tilga qaragan distal va tilga qaragan medial qo'shimcha kichik, juda ham mayda hajmdagi do'mboqlarni ko'rishimiz mumkin. 3ta, yana 3ta do'mboq hosil bo'lyapti bunda. Mana bu ikkita ko'rib turgan medial va distal do'mboqchalarimizning hajmi qolganlariga nisbatan biroz demak kichikroq bo'lar ekan. Va shu yerda biz ko'rishimiz mumkin distal bog'ishni ko'ryapmiz va distal bog'ishni ko'radigan bo'lsak, tilga qaragan medial bog'ishni ko'ramiz va tilga qaragan medial bog'ish va tilga qaragan demak markaziy bog'ishni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari o'sha yuqorida ham markaziy bog'ish o'sha yuqorgi qismini o'zida demak bog'ishni ko'rishimiz mumkin. Medial demak medial va distal bog'ishlar takrorlanadi. Faqat bu yerda o'sha qo'shimcha distal do'mboq mavjudligi uni o'zi uchun demak yana qo'shimcha lateral va medial demak qo'shimcha chuqurchalarni hosil bo'lishiga olib kelgan asosiy farqi. Bu yerda ham demak tishni yuqorgi tomondan ko'rinishi xuddi shu narsa demak takrorlanyapti. Kontakt yuzasida ham ko'rishimiz mumkin. Demak yuqorida demak bu bizlarda bo'lyapti har doim vestibulyar yuzasi lingual yuzasiga nisbatan
burchagiga nisbatan mana aytganimdek hajm jihatdan yirikroq bo'ladi. Chunki bizlarda tilga qaragan demak yuzasi tilga moslashganligi uchun biroz kaltaroq bo'lyapti va qolgan qismlari takrorlanadi bizda o'zi. Ikkinchi premalyar pastki tishimiz. Ikkinchi premalyar pastki tishimizda ham biz ko'rishimiz mumkin bo'lgancha vestibulyar, lingual va kontakt yuzalari va chaynov okklyuzion yuzasini ko'rishimiz mumkin. Endi bu yerda ham xuddi shu narsa tashqi tomondan olganimizda takrorlanadi. Eng uzun valik o'rtada joylashyapti va bizda yana qo'shimcha ko'rishimiz mumkin. Medial burchak, medial bolish, distal burchak, distal bolish va yana demak distal chuqurchani ko'rishimiz mumkin va bundan tashqari qo'shimcha demak qo'shimcha do'mboq bor. Distal demak burchakda yana qo'shimcha do'mboqni ko'rishimiz mumkin va medial demak chuqurcha bo'ladi. Bu yerda demak bo'yinchasi mavjud bo'lar ekan, toj bilan demak ildiz qo'shiladigan joyga anatomik bo'yicha ichki tomondan ikkinchi premalyar tishimizni demak bizlarda bo'lyapti tilga qaragan yuzasi. Xuddi shunday bu yerda ham takrorlanyapti, ya'ni vestibulyar va lingual yuzasi faqat endi farq qilyapti. Boya birinchi premalyar tishimizda 3 ta bo'lsa do'mboq, endi bu yerda 2 taga almashdi va vestibulyarda nabarot demak 3 ta do'mboq hosil bo'lyapti. Birinchisi kesuvchi do'mbog'i, ikkinchisi medial do'mboq va distal do'mboq hosil bo'lyapti vestibulyar demak burchakda. Biz tilga qaragan burchagida esa biz ko'rishimiz mumkin bo'lyapti medial tilga qaragan do'mboq va distal tilga qaragan demak do'mboq. Faqat bu ikkita tilga qaragan do'mboqning hajmi ancha kichikroq bo'ladi vestibulyar yuzada joylashganiga nisbatan va ularning har birida yana har birini o'ziniki tilga qaragan demak bizlarda bo'lyapti distal demak bolish va tilga qaragan demak medial bolishlarni ko'rishimiz mumkin ekan. Xuddi shu hozir ko'rgan do'mboqlarimiz va kesuvchi burchaklarni demak yuqoridan demak ko'rinishi okklyuzion chaynov yuzasida ko'rinishi ikkinchi demak premalyar tishimizda. Va o'sha pastki ikkinchi demak premalyar tishimizda hozir bizlar ko'rganimiz demak vestibulyar yuzasi va lingual yuzasini kontakt tomon o'sha kontakt bir-biriga medial va distal kontakt yuzasi tomonidan ko'ringanda asosiy demak o'sha okklyuzion yuzasini farqini ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, shunda biz hozir birinchi va ikkinchi yuqorgi jag'dagi premalyar, birinchi va ikkinchi pastdagi demak premalyar, ya'ni kichik oziq tishlarimizni ko'rib chiqdik. Bu yerda yana bir ba'zi narsalarni hisobga olish kerak. Tishimizda kuzatilishi mumkin bo'lgan kasalliklar va anomaliyalar bor. Qisqagina asosiyini ko'rsatadigan bo'lsa, masalan, kurak tishlarini orasida ba'zida o'sha kurtaklari noto'g'ri joylashishini hisobga bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam ma'lum bir sabablarga ko'ra demak kurak tishlar orasidagi masofani demak kattalashib ketishi mumkin. Bu demak diastema, kurak tishlarimiz bilan qoziq tishimiz orasidagi bo'lsa trema deb aytiladi yoki bo'lmasam ba'zi tishlarimizni umuman qaysidir xohlagan bittasimizni bo'lmasligi adentiya yo ko'payib ketish kasalligi bor, giperdentiya bor yo kamayishi shu 32 tadan normadan gipodontiya har bitta tishni demak o'ziga nima deydi xos ravishda yuzaga keladi yoki 4 anomaliyasi bo'lishi mumkin, ya'ni markazda bitta tish bo'ladi va qolgan tishlar uni qatorida bir necha qator bo'lib atrofini demak o'rab joylashadi. Yo ba'zida shunaqa kasalliklar bor, o'sha tishlarni vaqtida yorib chiqmasligi kasalligi bor. O'sha demak normada uning murtagi bor, lekin tish o'rnini demak yorib o'sha jag'ni yorib tashqariga chiqmaydi.